Endi kachalkani agdeli davr o'tdi. Sizlar uchun yangi davr uchun ko'ryapsizlar. Glubinniy nasoslarni jinnilari kelgan. Endi mana shu kachalkada kachka qilishingiga hojat yo'q. Mana bundan bosaveradigan bo'lsanglar, maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi buni qulayligi, afzalligi keladigan bo'lsa, quduqli uchun, artizan suvli uchun mo'ljallangan suv osti drenajli nasos hisoblanadi. Qaranglar. Buni 4 ta nercheveyka krichatkasi bo'ladi. 40 metrgacha bo'lgan joydan 4-5 tonnagacha suv, 14 metrgacha bo'lgan joydan bo'lsa 6-7-8 tonnagacha suvni bemalol tortib beradi. Endi buni qarang. Vattlariga keladigan bo'lsa 750 vattdan boshlanadi. Katta kichikligiga qarab o'zgaradi. Оборотga keladigan bo'lsa 2850 оборотda ishlaydi. Ko'pchilik buni 380 sonli 3 fazada ishlaydi deb o'ylaydi. Yo'q, buni bemalol xonadonlarda, uylarda 220 voltda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari qarang, mana bunaqa komplektida o'zini elektroshiti shundoqga qo'shib beriladi. Razmerlariga keladigan bo'lsa 20 razmerdan 50 razmergacha bo'lgan variantlarni bemalol topsangiz bo'ladi. Endi eng qiziq joyi keldim. Servisi nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, servis 1 yil mobaynida beminnat xizmat ko'rsatadi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa glubinniy nasoslarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Chinoz bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul.